Azizlarim, 8-katalog bo'yicha rasprodaja bo'lgan, o'shandan qilgan zakazlarimni ko'rsataman. 128 ballik narsalar, nakladnoylarim, eslagan narxlari bilan nima uchun nimani olganimni tushuntirib o'taman. Ba'zi narsalarni уже uyga olib ketganman, shuni ham inobatga olinglar. Давайте birinchi ko'p olgan narsalarimni ko'rsatay. Mana bu shampunlar arzon chiqqan bo'lgan edi. Katalog narxi 41900 dan 42000 dan. Shuning uchun ko'rayotganingizdek, bundan 6 ta oldim. Bundan тоже 6 ta olibman, qarang. Buni balzamlar doim 36900 dan chiqadi. 32900 dan chiqdi. 3 ta oldim. Mana bu shampunlar 32900 dan katalogda yaxshi arzon narxda chiqqan. Shuning uchun bundan ham 4 ta oldim. Mana bu черный тимин sochlarni zo'r o'stirib berar ekan. Shuning uchun buni hozir prям trendga chiqqan, o'zidan o'zi trendga chiqib ketdi. Потому что juda ham yaxshi sochlarni tiklab berar ekan. To'kilgan sochlarni to'xtatib turib, tez soch o'sishiga yordam beradi. Mana shunaqa 3 ta shampun ishlatganingizdan keyin effektini ko'rasiz. To'g'ri, hidi вообще super zo'r emas. Zirani hidi qanaqa bo'lsa, buni ham hidi shunaqa, lekinda sochga juda ham yaxshi ta'sir qilgani uchun ko'p olishyapti. Mana bu perxisga qarshi shampunimiz ham hozir arzon chiqqan edi. 59900 so'mdan. Shuning uchun bundan ham olib qo'ydim. Sразу ichida balzam bilan sochlarni yumshoq qilib qo'yadi. Mana bunaqa protiv perxisini ham oldim. Ko'rayotganingizdek qizlar, bu asabiylashganim uchun menda perxis bo'lishi boshlaydi. Shuning uchun mana shunaqa shampun olishimga to'g'ri keladi. Undan tashqari qizlar, o'zimning sog'lig'im birinchi o'rinda magniy xilat oldim. Bu asablarni tinchlantirib, stress vaqtida odamni tinch bo'lishiga yordam beradi. Buni oldim. Shu qizlar, mana bu hozir kasal bo'layotganim hisobiga mana bunaqa jivitsada 3 ta oldim. O'sha ikkitasini uyga olib ketib qoldim. 5 tadan kuniga ichish kerak deyilgan. Immunitetni резко ko'tarib beradi. Miyaga ham yaxshi ta'sir etadi. Immunitetni ko'tarib, miyaga yaxshi ta'sir etib, qon tomirlarini mustahkamlaydi. Shuning uchun mana buni уже olib ichdim. Ikkitasini ochdim qizlar. Kechani o'zida. Kechani o'zida sразу olib ketdim. Kelgan zahoti bunaqa imberniy napitok. Immunitet ko'tarish, shamollashlarga qarshi kurashish uchun. Тоже yaxshi narxda chiqqan edi rasprodajadan. 85000 so'mdan buni oldim. Так, degidrokvartsitin bu varikoza, qon tomirlari kimda slabый bo'lsa o'shaning uchun. Menda varikoz bo'lgani uchun mana shu degidrokvartsitin qarang, ustiga yopishtirib qo'yganman. Короче, kodi 157 90, skidkada olsangiz 147 160 ga olasiz, skidkasiz 250 ga olasiz. Kimda varikoza bo'lsa, mana shunaqa degidrokvartsitin ichishni maslahat beraman. Mitsillarniy voda skidkada edi. O'zi ko'ryapsizlar, yaxshi narxda chiqibdi. Makiyaj ichishga doim kerak bo'ladi. Undan tashqari termokrushka oldim qizlar. Termokrushka skidkada edi, juda ham yaxshi narxda edi. 18000 ichki narx plus yo'l kira где-то menga 115000 ga tushdi. Tak, ketdik dalshida o'rnatdim noshkaga. Mana bu termokrushka. Shunaqa chiroyli korobkada keladi. Kimgadir sovg'a qilaman desangiz ham idealniy variant. Artikul 910499 200,000 so'm turadi qizlar. Mana bunaqa termokrushka sovuqni 8-10 soat ushlaydi, issiqni ham 8 soat ushlab beradigan termokrushka, stilli qizlar. Faberlik logotipi tushirilgan. Hozir kokteyl ichish, o'zingiz bilan sovuq suv olib yurish ayni vaqtda. Поэтому prям ko'ryapsiz, mana shunaqa yengil qizlar, unaqa og'ir narsa emas, yengil, udobniy, plastigi aynan oziq-ovqat uchun mo'ljallangan, oson yopiladi. Buni mashinaga ham solishga sovg'a qilsa bo'ladi yoki-da o'zingizga ham ko'tarib yurishga, sumkangizga solib olishga qulaygina narsa. Tak, buni ham opachamda bor. Buni endi o'zimga oldim. Ayajonim ham ishlatishadi endi. Tushunarli, oilada hamma ishlatadi. Keyin mana bu narsani ko'rsatayin. Korobkadagi bu venchik ko'pirtiradigan. Hammaning uyda bo'lsa kerak. 115000 edi katalog narxi qizlar. Mana qarang. Deb bosdim tepadan. Ko'rinyaptimi? Mana. Shuni aylanadi. Juda ham yaxshi narsa ekan. 115000 105,000 oldik. Narxiga arzimaydi deb o'ylasam, yo'q qizlar, butunlay arziydi deb bossangiz anaqa qilar ekan. Bunday qarang. Tez ko'pirtirib berar ekan, mustahkam ekan, uzoq vaqtga ishlab beradigan mahsulotlardan biri ekan. Shuning uchun yoqtirdim. Mana bunaqa sovunlar 13000 dan chiqqan edi. Bunaqalardan 4 ta oldim. Mana bu tuz. Bu tuzni ko'pchilik biladimi yo'qmi? Aynan mana shu tuz teri kasalliklarini oldini oladi. Agar sizda teri kasalliklar bo'lsa, siz mana shunaqa tuzli o'zingizga vannalar qilib, tuzlarda yotsangiz bo'ladi. Ba'zi odamlarga mana shunaqa narsa kerak, teri silliq bo'lishi uchun. Men обязательно aytib o'tishim kerak.
Xolodilnikdagi hamma hidlarni yo'qotadigan mana bunaqa shariklar bor. Ovqatdan hidi bir-biriga o'tib ketmasligi uchun kerak bo'ladi. Bitta sharik, bitta xolodilnikka xohlasangiz maksimalni ikkita sotsangiz bo'ladi. Buni xohlasangiz bo'lib soting, 91 mingdan chiqadi qizlar bular. Xohlasangiz donalab soting, xohlasangiz mana shunaqa целый upakovka soting. Tak, o'zgartiryapman joyini, kamerani qolgan narsalarni ko'rsatish uchun. 91 ming klientlar yaxshi ko'radi, o'zimizga xolodilnikka solib qo'yish uchun rosa ham kerak qizlar. Keyin mana bu kraskalar oldim. Bu klientkalarim yaxshi ko'radi. O'ziga rang tanlab olish uchun ko'rayotganingizdek. O'tgan qizlar mana shu где-то 2 haftaning ichida men где-то 40 ta kraska sotib oldim. Shunaqangi kraskalarimiz yaxshi, klienti ko'p. Mana bu peeling ham rasпродажада arzon chiqqan edi, 85 mingdan. Bundan ham oldim. Dog'larni ketkazadi, yuzni oqartirish uchun krem bilan birga ishlatilganda juda ham wow effekt olinadi, juda ham tez va ko'rinarli effekt. Mana bu narsa o'zim uyim uchun oldim skidkada. Bu tak, ichini ochishni kerak yo'q deb o'ylayman. Bu maxsus salfetkalar. Krevetkanda tashlasangiz, kiyimning rangi bir-biriga o'tib ketmaydi. Masalan, qizil bilan yashil tashlaganingizda, sariq bilan oq tashlaganingizda ranglar bir-biriga umuman o'tmaydi. Maslahat beraman shu narsani. Mana bu dezodorant hammamiz yaxshi ko'radigan, o'ta kuchli bo'lgan, 3 kungacha sizni himoya qilib bera oladigan terlashdan, hidlanishdan sprey. Buni ham qo'ltiqqa, ham oyoqqa bemalol ishlatsa bo'ladi. Fluorid atri arzon chiqqan edi. Bu juda ham bilasizlar, kam arzon chiqadi. Где-то 105 ming ichki narxda chiqdi. Katalog narxi 145 bo'lib ko'rsatilayotgan edi. Вообще katalogda esa adashmasam 205 ming so'mdan chiqibdi. Bu yerda oldik. Bir pasda klient chiqsa sotib yuboraman bilaman. Mana bu Viking, bu klientimiz zakazi o'g'liga. Mana shu joyda ko'rayotgan hamma narsangiz, mana bu qo'l krem, ikkita gel dushi, mana bu shampun, bu ularning zakazi. Mana bunaqa poloskalar oldim, depilyatsiya uchun qizlar. Ichida 8+2 tomonlama bo'lyapti ekan, voskni udalasi qiladigan ichida salfetkalar bor ekan. Ishlatgan qizlar juda ham yaxshi, yuzga ham ishlatsa bo'ladi deb aytdi. O'zim birinchi olib ko'rishim, ko'ryapsiz, birinchi olishim bo'lsa ham sразу ikkita oldim. Chunki juda ham yaxshi effekt kutyapman. Sotadigan qizlarimizdan, guruhimdagi qizlardan juda ham yaxshi o'ziflar eshitdim. Aynan mana shularga. Keyin yana bir nechta novinkam bor. Bu zakazga qo'shilmagan, o'tgan zakazda kelgan, sizlarga ko'rsatay. Ko'rayotganingizdek novinkalardan biri mana bu cherry atri. Ko'plar o'ylaydi Tom Fordnikiga o'xshaydi deb. Men ham boshida Tom Ford cherryga o'xshaydi dedim, lekin undan-da zo'r hidi qizlar. Tom Ford cherry vaqt o'tgandan keyin qanaqadir g'alati hid qoldiradi. Mana bu aynan o'sha gilosni, bilasizmi? Kompotik bor-ku, gilos. Kompot yopganingizdan keyin uzoq vaqt tursa hidi shunday donaklarni hidi kelib turadi-yu. O'shanaqangi приятный. Bu meni yangi favoritim, yangi yoqtirgan, prям super atrim. Buni artikuli qizlar 31-12. Men oldindan olish imkoniyatim bo'lgani uchun buni oldim. Sizlarga ham polniy olishni maslahat beraman. Buni juda ham tez sotasizlar. Yozga bemalol ishlatsa bo'ladigan. Masalan, ofisda qizlar sepdim. Hamma ko'chadan kirib kelayotgan odamlar qayerdan bundaqa hidi zo'r kelyapti degandan keyin men hammasini o'ziga hidlatib septirdim. Hamma prям yoqtirib oldi. Bundan men bitta olgandim, opacham bitta oldi. Sразу novinkaligida hamma yoqtirdi buni. Meni atir tanlaydigan terimga ham hattoki mana shu atir juda ham yaxshi bo'ldi. Bu meni endi yaxshi ko'rgan bitta atirlarimdan biriga aylandi. Mana bunaqa rashoska bor. Birgalikda ko'rgan bo'lsalaring, artikuli 910040. Sochlarga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Massajlar bilan birga bo'ladi. Bu yerda o'ziga mana shunaqa stilniy Faberlic logotipi tushirilgan. Olsangiz ham bo'ladi. Bular skidkada chiqqanda 54 mingdan chiqadi. Keyin e'tibor qilinglar, skidkada mana bu aynan tenlar chiqdi. 115 mingdan sotilgan har doim, lekin hozirda 75 ming so'mdan katalogda chiqib turibdi. Bu yerda olishni maslahat beraman. Ichida ikkita qosh uchun rang bor. Kunduzi va kechqurun surtishingizga yorqinroq, to'qroq, ochroq qilib. Bu yerdagi ranglar matoviy, satinoviy, hattoki yaltiroq ranglari ham bor. Поэтому olinglar, mana shuni prям maslahat beraman. Yeshoda mana bunaqa zo'nchik oldim Faberlicdan qizlarga sovg'aga qo'yish uchun. Aynan mana shu rangdan oldim, потому что bahorga, yozga bemalol ishlatadi. Bu quyoshdan saqlovchi effekti bor qizlar. Bittani ko'rsatay sizlarga. Mana shunaqa knopkali avtomat qizlar. Bitta bossas ochiladi, bitta bossas yopiladi. Mana bu yerda Faberlic logotipi tushirilgan ko'rishingiz uchun. Ichi qora. Ichi qora bu qizlar stil uchun emas. Mana bu ichi qoraligi SPF 50 himoya qilib beradi. Maxsus SPF himoya qiladigan tushirilgan
pokritiyasi bor maxsus. Поэтому olishni maslahat beraman. Buni o'zim guruhimdagi qizlarga sovg'aga, lotereyaga qo'ydim. Shaxsiy 120 ball va undan ortiq qilganlar uchida mana shu lotereyaga o'ynaladi. Maslahat beraman har biringizga. Juda ham yaxshi zoltik, ham 10 ta spitsasi bor ekan, 10 ta suyagi deydimi? 10 ta suyagi bor. Bu degani bu sizga uzoq yillarda davom yordam beradi. Agar siz VIP dasturingiz sizda 100 dan oshgan bo'lsa, siz bularni skidkada ola olasiz 120 mingdan. Skidkasi esa buni 100 qanchaga 190 220 atrofiga olasiz. Qizlar, zakazlarim shunaqa edi. Bular rasprodajadan olingan, qo'shimcha olingan. Bu qilib qo'ygan 100 ballondan tashqariga olingan zakazlar edi. Hammasi zakaz bo'lmasa ham, lekin juda ham tez o'zini egalarini topib ketadigan mahsulotlar. Sizlar ham nima qiziq narsa olishga ulgurdilaring rasprodajadan?